Mani xotinim shaltoq. Ikkitagina bolasidan ortib menga e'tibor bermaydi. Nuqul kesam javriveradi. Baqir-chaqir shunday deb o'z ayolini yomonlaydigan erkaklar. Siz o'zingiz qandaysiz? Ayolingizni shu holatga keltirishga sizni ham sababiz bor-ku. Ayolingiz o'zidan o'zi shaltoq bo'lib qolmadi-ku. O'zidan o'zi bolalardan ortib sizga e'tibor bera olmasligidan birinchi sabab siz unga yordam bermayapsiz. Ayolingizni yomonlab, har qayoqqa har xil gaplarni gapirgandan ko'ra, uni yonida maslahatchi, uni yonida bolalariga qarashib yuboradigan, uni yonida doimiy bo'ladigan bo'lsangiz, ayolingiz ham o'zgaradi. Siz qanday bo'lsangiz, ayolingiz ham xuddi shunaqa bo'lishga harakat qiladi. Ammo yomonlab yurursangiz, ayolingiz hech qachon o'zgarmaydi. Har doim aytadigan bitta gapim bor. Qarsak ikkita qo'ldan chiqadi, bittadan emas.